Ko'pchilik buni Rolls-Royce Cullinan Xitoy versiyasi deyapti. Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. 250 kilometrgacha tezligini bemalol olib deyaptilar. Ikkala avtomobil misli ko'rilmagan hashamat va'da beryapti. Ana o'sha hashamat qaysi birida kuchliroq? Bunisini sizlar hal qilasizlar. Assalomu alaykum. Nima uchun bitta avtokonserniga tegishli bo'lgan, deyarli bitta platformada ishlab chiqariladigan ikkita avtomobilning narxi 1,5 barobar, balki 80-90% gacha farq qilishi mumkin? Bugun sizlar bilan ana shu savolga javob berishga harakat qilamiz. Demak, Choynakning qopqog'i YouTube kanalida bugun solishtirish Lincoln Co 900 hamda Zeekr 9X avtomobillarining orasidagi farqi va nima uchun to'lashga arzishini ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinish bo'yicha men o'zim ovozimni tabiiyki 9X ga beraman, chunki Zeekr farzandi o'zgacha faralarga ega. Lincoln Co'da tashqi ko'rinish yaxshi, displey bor, har xil yozuvlar chiqarsangiz bo'ladi. Lekin avtomobilni eng yodda qoladigan ham, ochib beradigan ham baribir fara. 9X da ko'rayotganlaringiz, biz hali aprelda Shanxayda ko'rib e'tibor bergan edik. Agar Instagram sahifamizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, звездное небо bor. Juda ham go'zal qilingan. Kunduzgi harakatlanish chiroqlari ham umuman o'zgacha. Ha, aytgancha, agar sizlar hali Instagram sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta bo'lib qo'yinglar, chunki avtomobil olamidagi yangiliklardan birinchilardan bo'lib, ana o'sha yerda xabar topishinglar mumkin bo'ladi. Ko'pchilik buni Rolls-Royce Cullinan Xitoy versiyasi deyapti. Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Tashqi ko'rinish bo'lishi mumkin, lekin texnik jihatdan ushbu avtomobil tabiiyki ko'proq Rolls-Royce Spectre kopiyasi desak bo'ladi. Endi keling, ikkita avtomobilning o'rtasiga birgalikda yaqinlashib kirib kelamiz. Asosiy farq men sezgan, nimagadir Zeekrga xos bo'lgan korpusi bilan birga sozlanadigan, qayriladigan yon ko'zgular Lincoln Co'da, lekin Zeekrda eng oddiy ko'zgular o'rnatilgan. Sababi nimada bo'lishi mumkin bilmadim. Buni endi sizlar yozib ketinglar, bu baribir did masalasi bo'lsa kerak. Aytgancha, hatto bitta platformadaligiga yana bitta guvohlik, ularni o'qlar aro masofasi ham bitta, bir xil bo'lib turibdi. Hech qanaqa millimetrgacha o'zgarish yo'q. Asosiy farq shular edi yon qismida. Endi avtomobillarning orqa qismini bitta ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Lincoln Co ko'rayotganlaringizdek, xuddi o'shanaqa golografik displey sifat faralar bilan jihozlangan. Buni to'liq obzorini biz Instagram sahifamizda qilib bo'lganmiz. Albatta kirib ko'rishni maslahat beraman va Zeekrda ko'rayotganingiz yana o'sha звездное небо temasi, ya'ni yulduzli osmon mavzusi qaytarilgan. Hamma yoqda yilt-yilt qilib yulduzlar yonib turibdi faralarda. Shu yerda o'zida bittada yetib keta qolaylik, mayli. Sizlar uchun bittada ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Bizda hatto yukxonada ham farq yo'q ko'rayotganlaringizda. Mana bu yerda ikki tabaqali yukxona, adashmasam 300 kilogramm vaznni bemalol ko'tarib beradi, chunki buni Xitoydagi taqdimotida bo'lganimizda shunaqa ma'lumot berishgandi press relizda. Demak, bu yerda ham xuddi o'sha texnologiya, xuddi ko'ryapsizlarmi? Joylashuv ham bir xil, mexanizmlar ham bir xil, masofa ham 3-qator ochib qo'yilgandagi joy ham bir xil. Demak, ikkala avtomobil yukxonasida ham sizlar farq topa olmaysizlar. Qaranglar, balon bo'yicha, disklar bo'yicha kichkinagina ma'lumot. Bu radno disklar 285 40R22 ko'ryapsizlar, oynasimon, juda ham yaltiroq, juda ham chiroyli. Bunisini bo'lsa Xurshid akam o'zlari olib qo'yganlar. Demak, zavoddan bunaqa disklar o'rnatilmagan. Bu shlifovni, ya'ni chaqlangan alyuminiy yuzaga ega va bunda ham xuddi shunaqa 275 40R22 shinalar turibdi. O'ylaymanki, zavoddan xuddi shunaqa razmer shinalar turgan. Balki 21 bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin unga ham ishonmayman. Aytgancha, qaranglar. Bitta ma'lumot. Buni 2026-yilda Hyper versiyasi chiqadi. 1000 ot kuchidan ancha ko'p, 1200 adashmasam ot kuchi va juda ham tez versiyasi. Bunisi esa Explorer versiyasini kutyapti hamma. Sababi Explorer versiyani orqa g'ildiraklari buriladi, ya'ni podrulyovoy ishi bo'ladi, podveska. Farq. Bunda agar Explorer chiqqanda siz Explorer olaman desangiz, orqa g'ildiraklaringiz buriladi, lekin o'rindiqlar aylanmaydi. Bunda ham xuddi shunaqa narsa ekan. Hyper versiyada o'rindiqlar aylanmasligini taxmin qilinyapti. Endi Hyper chiqqanda ko'ramiz. Bu bo'yicha bizda rasmiy ma'lumot bor. Hop, tirgovchilar bor. Endi hozir Lincoln Co'nikini ochib ko'ramiz. Unda ham adashmasam tirgovchilar bor edi. Xo'sh.
Ikkinchi marta ko'rdinglarmi? Hamma o'sha ikkita shilchokka o'tib olgan. Qani ko'ramiz. Bu ham tirgovich bor. Umuman muammo bo'lmaydi. Kapot ostida ham xuddi shunaqa 240 necha otkucha yozib ketinglar. Hozir aniq esimda qolmadi. 2 litrli turbinali ichki yonish dvigateli joylashgan. Ikkalasida ham ikkitadan elektromotor bor, lekin quvvatda farq bor. Agar katta dinamika xohlayman desanglar, albatta 9X, 9X egasi Nemajon ko'rdinglar, Qozog'istonga borib poygalarda Gelandewagenlarni yutib keldi. Ram nima bo'ldi, Ram? Nemajon, Ram nima bo'ldi? Ha? Rostini ayting faqat. Ha? Ram yutqizdimi? Yelikka ham oldingiz, Ramni ham oldingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz. Ana bo'lmasa, endi Porsche kelaman qo'rqitayotganmiz. Hozir qaysi? Zik, по-любому. Puliga ham. Hozir tushuntiraman nimagaligini. Davom etamiz. Dinamika xohlasanglar 900 ot kuchi deyarli. Dinamika beshinli plus 250 kilometrgacha tezlikni bemalol olib deyaptilar. Qozog'istonga borib poyga o'ynab tekshirib kelindi. Bu narsa menimcha, so'z talab qilmaydi bizdan. Va'da berishimiz shart emas. Buning uchun hozir kapotni boshqatdan yopamiz. Demak, texnik qism bo'yicha menimcha ikkalasini ham tushunib oldik. Farqi bu yerda 734 atrofida ot kuchi bor. Dinamika zo'r, lekin 9X chalik emas. Tashqi ko'rinish, texnik parametrlar bo'yicha menimcha bir-birimizni tushunib oldik. Endi interyerni ko'ramiz. Chunki bu ikkala avtomobil misli ko'rilmagan hashamat va'da beryapti. Ana o'sha hashamat qaysi birida kuchliroq? Bunisini sizlar hal qilasizlar. E'tibor bergan bo'lsanglar kerak, avtomobilning eshiklari avtomatik rejimda ishlaydi. Bemalol o'tirasizlar, tormozni bosasizlar, eshik yopiladi, bitta tugmani bosasizlar, o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Bu yerda ham ikkita kattakon displey bor, bitta kichkina priborlar paneli bor, rul, orqani ko'rish kamerasi to'g'ridan to'g'ri ko'zguga ulangan va u displey shaklida. Bu yerda bizda yana bitta katta plus panorama tom bor va u ochiladi. O'rindiqlarning funksionali bo'yicha deyarli 1:1, qanaqadir millimetr farqli bo'lmasa, funksional bo'yicha o'sha massaj, o'sha obduf, o'sha abagrev, yana nima kerak baxt uchun. Qolgan funksional narsalar bo'yicha va umuman ishlov berilgan materiallar bo'yicha Zikr 9X ga gap bo'lishi mumkin emas. Endi bejizga bu premium sinfdagi brend emas, o'zi umuman Geely kompaniyasi egalik qiladigan brendlarning ichida Zikr baribir eng top pozitsiyada turadi. Ana endi Link & Co eshigiga qo'linglarni solishinglar bilan u avtomatik tarzda ochiladi, lekin tortib olish o'zingizdan. Xuddi shunaqa zavoddan parok bor. Avtomobilga o'tirishim bilan birinchi e'tibor bergan narsam bu displey. 9X da nimagadir bu displey ikkiga ajratilgan va o'rtada qora chiziq bor. Bu menimcha juda ham noqulay va noto'g'ri narsa deb hisoblayman. Vizual ravishda odamning ko'zini og'rityapti, qo'pol qilib aytganda. Lekin ishlov bergan materiallarga qaraganda bu yerda hech qanaqa salbiy fikr bildirish mumkin emas. Qaranglar, podkarbon panellar, e'tibor bergan narsam bar ikkiga bo'linib ochiladi. O'tda bunaqasiga ochiladigan bar edi, ko'ruvdinglar o'zinglar. Va displey, priborlar paneli vazifasini bajaruvchi displey anchagina kichkinaroq amalga oshirilgan. Bu yerda unga e'tibor bermaysiz, chunki kattakon proyeksion displey bor. U avtomobilda ham, bu avtomobilda ham proyeksion displey sizga hamma kamchiliklarni yopib ketadi. E'tibor bergan narsalarimizdan ko'zgu, oddiy ko'zgu displey vazifasini bajarmas ekan, chunki avtomobilimiz yoqib turibdi. Ikkalasi ham top pozitsiyadagi avtomobil. Unisi ultra, bunisi nima deb atalishini bilmayman, lekin pozitsiyasi bo'yicha ikkalasi ham bir xil. Ikkalasi ham orqa sidinyalar aylanadi. Hozir ikkinchi qatorga o'tganimizda ko'rasizlar. Yana katta minus o'sha panorama tom ochilmasligi, luk ochilmasligi O'zbekistonda bu juda ham kerak funksiyalardan bittasi deb hisoblayman men. Shaxsan men o'zimga juda ham kerak. Ana endi navbat ikkinchi qator testiga. Undan ham qiziq bo'ladi. Ruchkani ichida knopka bor, rezinkali, o'shani bosasiz ochiladi. Ikkinchi qatorga o'tirasiz. Tabiiyki, bu yerda sizga stolik bor, displey bor, massaj bor, abagrev bor, obduf bor. O'zi nima yo'q deb so'rang. Displey bor. Displey kichkinaroq, lekin uni katta plusi u harakatlanadi, ya'ni oldinga orqaga bemalol yuradi. Bu katta pluslardan bittasi. O'zi bu avtomobilda ikkinchi qatorda o'tirib maza qilib ketish kerak. Displeyda bemalol kino ham ko'ra olasiz. Eng muhimi, Zikrda Naim audio tizimi, Link & Co da esa Harman Kardon. Link & Co egasi Xurshid akam eshitib ko'rdim, ikkalasida farq sezmadim bo'tdi. Tabiiy sababi ikkalasi ham premium audio tizim. Agar premium bo'lmaganda unda farqni sezsak bo'lar edi. Mana nima tugma ekan, qiziq. Qaranglar. Nima tugma bo'lishi mumkin bu? Ha, deflektorni o'chirib qo'yish. Deflektor tepada ham bor, pastda ham bor, hammasi juda ham chiroyli amalga oshirilgan. Joy bemalol. Hozir endi Link & Co ni ikkinchi qatorga o'tiramiz. Uchinchi qator testini qilib o'tirmadik. Uchinchi qatorda bolalar harakatlanadi, tabiiy holat. Chunki avtomobillar 3 qator bo'lgani bilan ko'rdinglarmi, eshik o'zi ochildi. Baribir o'ylaymanki, uchinchi qator bolalar uchun qoladi. E'tibor bergan narsalar mana qaranglar, juda ham chiroyli ishlov berilgan.
podголовникka, lekin bu yerda deflektorlar salgina kambag'alroq. Chunki Zikrda mana bu deflektor bor edi, bu yerda deflektor yo'q. Tepada deflektor bor, chiroq kichkinaroq, xunukroq. U yerda chiroqni ko'rdinglar, chiroq LED bir nechta elementlardan iborat. Farq Lincoln Co plusiga, ya'ni foydasiga, bu yerda displey eniga kengroq, bo'yiga bir xil eniga kengroq displey va u harakatlanmaydi. Xuddi o'sha salaskada u yoqqa bu yoqqa yurmaydi. Afsuski, shunaqa, lekin o'ylaymanki, 3-qatorda bolalar bemalol bu yoqdan bunaqa katta ekranda xohlagan narsasini ko'rib ketishi mumkin. Ana bitta aytib o'tadigan narsam, mana bu boshqaruv displeyi Zikrda qo'lga telefon sifatida, ya'ni planshet sifatida shunda olib boshqarilishi mumkin. Har gal bu yoqqa cho'zilib o'tirish shart emas. Lincoln Co esa har gal bir narsani olmoqchi bo'lsangiz, yo xolodilnikni ochmoqchi bo'lsangiz, обязательно siz displeyga qarab cho'zilishingiz kerak bo'ladi. Ikkala avtomobilning pozitsiyasi bir xilligini tasdiqlab berish uchun sizga ko'rsatib beraman. Ko'rayotganingizdek, o'rindiqqa hozir aylantiramiz. U bemalol ikkinchi qator o'rindig'i joyida aylanadi. 9X da qaranglar, nima topib oldim. Bardachok eshikda telefoningizni yoki kerakli narsalaringizni solib qo'yishingiz uchun juda ham yaxshi joy ekan. Bo'ldi, buni yopdik. Endi bitta narsani qaranglar. Bu yerda o'rindiqqa aylantirish uchun tugma mana bu. Bunga murojaat qilasiz, bosasiz va ko'rdinglarmi, haydovchi o'rindig'i oldinga ketadi. Agar haydovchini orqasidagi o'rindiqqa aylantiraman desangiz. Endi qaranglar, aylanib o'tirganingizda nima qilasizlar? Planshetni oldim. Avtomobilni boshqarishim kerak bo'ladigan bo'lsa, planshetni qo'limda olib, shundoq boshqaraveraman. Bunaqasiga o'tiramanmi yoki 3-qatorga qarab o'tiramanmi? Har gal orqaga o'girilib, displeyga murojaat qilishim shart emas. Displey meni qo'limga chiqib keladi. Mana haqiqiy hashamat, mana haqiqiy komfort. Mana shu yerda bilinib qolyapti Zikrni bir kalla ustunligi. Nima uchun narxda katta tafovut borligi, nima uchun narx farq qilishini mana mashqdan bilish mumkin menimcha. Nima deylar shu joyiga? Sidenyan, ya'ni o'rindiqni hozir joyiga qaytaramiz. O'ylaymanki, Zikr 9X nafaqat brendi va ajiotaj aytamiz-ku, mashina yangi chiqqani, uni zo'rligi va talash bo'lganini hisobiga hozir yutib ketayotgani yo'q. Baribir texnologik ravishda u ustunroq. Aytgancha, Lincoln Co yoki Zikr 9X mashinalari bo'lsa, ustida o'tirib aylantira ko'rmanglar, bizilib qoladi. Bu boshdan o'tgan tajriba. Narxdagi tafovutni asoslab beradigan yana bitta faktor bu batareya. Batareya bu yerda 50 kW atrofida, adashmasam 55 kW. Bu yerda bo'lsa 70 kWli batareya bor. Demak, masofa zaxirasi ham 9X da mantiqan o'ylab qarasak uzunroq. 1000 dan oshiqligi aniq, 1400 va'da berishyapti, lekin o'ylaymanki, bu ham parallel gibrid ekanligi, ya'ni orqada ham, oldinda ham elektromotor bor, lekin ichki yonish dvigateli ikkala avtomobilda ham g'ildiraklarni aylantirishga to'g'ridan-to'g'ri reduktor orqali ta'sir o'tkazishi va bunga yordam berishi sababli birinchidan ikkalasini ham rastamoshkasi qimmatroq, bunda esa o'sha batareyaning hisobiga narx baribir o'zgaradi. Narxi aniq aytadigan bo'lsak, 70 mingdan balandroq turibdi. Endi kim qanaqa sotyapti bilmayman. Xurshid akam 71 mingdanmi, 72 mingdanmi aylanyapti, sotyapmiz deyaptilar Lincoln Co'ni, lekin ajiotaj hisobiga, talab kuchliligi hisobiga 125 ming, 130 mingga ham taklif qilishyapti 9X. Siz qaysi birini xarid qilgan bo'lardingiz? Albatta, kommentariylarda yozib keting.